Sandiq izlab yurgan onaxonlarimizga sandiqlarimizni ko'rsatamiz. Ustani o'zidan obzor. Demak, ketdik. Xo'sh, bu tomonda Oqsvetdagi sandiqlarimiz tayyor. Bular Tojikistonga chiqib ketadi. Bu tomonda ham Shampan-Svetda, Oqsvetda ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib ishlangan. Fasonlari, ranglari yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. O'xshamagan bo'lsa, dislike bosib qo'yasizlar. Demak, boshladik. Bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, Oqsvetdamiz. Sandiq bollari mana shunaqangi oldiga ochilgan bo'lgan, ichlariga polkalar qo'yib berganmiz. Juda ham ajoyib ishlangan. Xo'sh, mana shunaqa ustunlari bor, o'rtalar gullari. Mana ko'rish bagatti kattagina. Xo'sh, eniga 85 bo'lgan, balandligi 70 bo'lgan. Xo'sh, bunisi ham xuddi shunaqa rangi oq, bunisi tepaga ochilgan bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatda 80-69 fasonga o'xshatib qilib berilgan. Ustunlari ham bagatti ustunli, paypoqlari ham juda ham ajoyib ishlangan. Bunaqangi arqon gullar qoqib, tilla rangga bo'yab berganmiz. Ichki qismlari keng, baquvvat ishlangan. Bexijolat garantiyalarni beramiz. Bunisi ham xuddi shunaqa. Bu ikkinchi bolasi, bunisi ham oldiga ochiladi. Mana shu holatda. Narxini aytib o'tadigan bo'lsak, bu bolasi donasi 800 ming so'mdan, o'zimiz Qo'qonda, Qo'qon bo'ylab dastavkalar bepul, bitta ikkita olsalar bepul qilib beramiz. Bunisi 1 400 ming so'm, bu ham 800 ming so'm. Xo'sh, bu tomonda Shampan-Svetda, bularni ham bir qator ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, qalay bo'lardi-mi? Xo'sh, bunisi quloq qo'yibmiz ekan. Bu tomonda anaqangi oldiga barni bo'lib ochiladi, ichidan polkalar bor, buni ham mana shu holatda ishlangan. Xo'sh, kattasi oldiga, tepaga ochilgan bo'lgan, ichki qismlari mana shu holatda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Qalay bo'lardi-mi? Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Xo'sh, bunisi yana ikkinchi bolasi. Buni ham ochib ko'rsatamiz. Bu ham bir xil, mana ichki tomonlari, polkalari bor, dushi. Yon boshlarda sandiq quloqlari bor. Narxi keladigan bo'lsak, bolalarning narxi 800 ming so'm. Bunisi 1 400 ming, narxi bir xil. Ko'rishingiz mumkin, narxi bir xil. Bunisi ham 800 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa, Telegramga aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa, variantlar bor, tashlab beramiz. Xohlagan variantlaringda zakaz qilsalaring, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Qo'qon bo'ylab dastavka bepul, vodiy bo'ylab kelishilgan nuqta. Toshkentga bo'ladigan bo'lsa, Toshkentga ham dastavka qilib beramiz. Xo'sh, har bittasiga shu 150 ming so'mdan yo'l kira olishadi. Bunisiga ham 150 ming so'mdan, bunisiga ham 150 ming. Bitta katta, bitta bo'ladigan bo'lsa 300 ming so'm yo'l kira olishadi. Shoplardan berib yuboramiz. Bunisi ham xuddi shunaqa narx. Vodiy bo'ylab ham xuddi shunaqa. Yana bola bitta oladigan bo'lsa 300 ming so'm yo'l kirasi bilan boradi. Xo'sh. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, kanalda yangi bo'lganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Telegramdan kimga mashina xizmat kerak bo'lsa, Telegramdan dostlarlaring variantlar bor, tashlab beramiz. Telegramga o'tish uchun kommentariyaga yozib qo'yaman. Ko'k silkani ustiga bitta bosasizlar, Telegramga o'tasizlar. Aka, menga sandiq kerak desalaring, o'shanga qarab chiroyli qilib rasm videolarni tashlab beramiz. Yoqqan bo'lsa zakaz qilsalaring, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosishdan chiqmasin.